Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Xitoy hukumatining alayda o'rinlashtirishi bilan 8 yanvar kuni Sharq Turkistonni ziyorat qilgan atalmış musulmon olimlardan tarkib topgan 30 kishilik vakillar o'migining Xitoyni oqlashga urinishi va Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini maqtab ko'k ko'tirishi chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning va Uyg'urlarga hissdoshlik qilib kelayotgan musulmon jamoatlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Xitoy uchur vositalaridagi aloqador uchurlarda Sharq Turkistonga ziyorat kelgan bu 30 kishilik vakillar o'migining Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr, Bosniya, Serbiya qatorliq 14 davlatdan kelgan atalmış musulmon olimlardan tarkib topganligi bildirilgan. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Isa apandim bu vaqt qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik sababli xalqaroda intayin zo'r besimga duch kelgan va xalqarodagi obrazi kundan kunga nacharlashib berayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini yushirish uchun butun razil vositlarning hammasini ishga selayotganligini. Bu qitim atalmış Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi vakillar o'migini Sharq Turkistonni ziyorat qilishga o'rinlashtirishdagi asosli maqsadining dal o'zining jinoiy qilmishlarini oqlash harakatining bir partiyasi ekanligini. Növbətdə İslam dünyasında Şərq Türkistonga hissdaşlıq qılıyatqan ammaviy tashkilot va diniy guruhlarning kundan kunga ko'payayotganligini, Malayziya, Indoneziya qatorliq ba'zi islom ellərində məxsus Uyg'urlarni qo'llash guruhlarining qurib chiqilganligini, atalmış Dunyo musulmon jamiyatlar kengashining hech bir zaman islom dunyosiga vakillik qila olmaydiganligini alayda eskartib o'tdi. Dolqun Isa apandim so'zda yana Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarining hozir qadar Yevropa parlamenti va boshqa 10 davlat tarafidan rasmiy qabul qilinganligini, Uyg'ur sud kollegiyasining xalqaro qonun va tartiblar asosida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligi haqida hukm chiqarganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlariga doir faktlarning tog'dek do'linib turganligini, Şoň Xitoyning mayli qandaq ko'zbo'yamchilik va hiyla-nayranglarni ishlatishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikdan aslo qochib qutulolmaydiganligini alayda ta'kidlab o'tdi. Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lgan Yershar vaqt gazetida mazkur ziyorat va ziyoratga kelgan xalqliq shaxslar haqida bir qism ma'lumotlar berilgan. Xabarda vakillarning atalmış terrorlik qarshi turish ko'rgazmasidan boshlab muzeyxonagacha, masjidlardan tortib islom institutigacha ziyorat qilganligi, Xitoy hukumatining fuqarolarning diniy e'tiqod huquqiga kapolatlik qilayotganligi, diniy faoliyat so'rinlarining aslalarini yangilab, sharoitini to'xtamasdan yaxshilayotganligi haqida tushunchaga ega bo'lib, G'arbning Xitoyga qora surganligi oshkor bo'lganligi bayon qilingan. Ya'ni vakillarning Xinjiang xalqaro ko'rgazmaxonasida 1990-yildan to 2016-yilgacha atalmış 3 xil kuchning turli terrorlik harakatlarini sodir qilganligini, Xinjiangdagi har millat xalqining 3 xil kuchga birlikda qarshi turib, bugünkidek tinch va baxtli turmushni yaratganligini ko'rganligi yozilgan. Filmdagi qonliq ko'rinishlarni ko'rgan ba'zi vakillarning hatto deyishib qattiq cho'chish ekanligini ifodalaganligi, hatto bu terrorchilarga qattiq g'azablanganligi tilg'ilingan. Arab Birlashma Xalifaligining muxbiri atalgan Fahad Jamil Ahmad bu ko'rinishlarni to'xtamasdan suratga ilib, bundaq terrorlikning din bilan aloqasi yo'qligini va buning tasavvur qilg'usiz darajadagi razillik ekanligini bildirgan. Dunyo musulmon jamiyatlar kengashining raisi Ali Rashid Nuaymi ko'rgazmada ko'rganlarning bu rayonning aslidagi holati ekanligi, bu xil terrorlik yolg'iz Xitoyda emas, balki butun dunyoda yuz berayotganligi, bularning hammasining tarixi yozilish kerakligini bayon qilgan. Darvaqa Xitoy uchun butun kuchi bilan chapan yapgan, Xitoyni oqlash uchun 14 davlatdan kelgan atalmış musulmon olimlar vakillar o'migining o'mak boshlig'i bo'lgan Ali Rashid al-Nuaymi Xitoyning eng yaqin do'sti va hamkorlashuvchisi bo'lganligi shaksiz. Ali Rashid al-Nuaymi Xitoyning atalmış terrorlik qarshi kurashlarini izchil qo'llab kelgan musulmonlarning biri sifatida o'tgan yil aprelda Xitoy Saudiya Arabistonda uyushtirgan Xinjiang yaxshi joy nomidagi ekranlik tashviqot yig'inida Xitoy hukumatining lagerlar siyosatini kuchli qo'llagan edi. Mazkur vakillar guruhisidagi Bosniyaning sobiq muftisi Mustafa Serichmo Xitoyning atalmış terrorlik qarshi turish siyosatining Sharq Turkistonga inoq ijillik mevasini elib kelganligini maqtagan. Amaliyotda 1999-yildan boshlab Bosniyaning muftisi bo'lgan Mustafa Serichning Xitoy bilan bo'lgan aloqasi nihoyat qo'yiq bo'lib kelgan. U Xitoy tarixi, madaniyatiga yuqori baholarni bergan bo'lib, 2013-yili u yana Xitoyning ko'p millatlarning inoq birga yashashidagi dunyoga ulgu bo'la oladigan bir davlatligini bildirgan. Ya'ni Xitoyning mazkur shaxslarni Sharq Turkistonga boshlab kelishdagi birdan bir sabab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish,
yalğanğa chiqarish va G'arbning o'yini ko'rsatib dunyoni aldash. Atalmış vekillar ömigini tashkillovchi o'rin bo'lgan Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi. Bu organ Xitoyning uzun yillik do'sti bo'lgan Ali Rashid al-Nuaymi yaqinqi yillardan qurib chiqqan yangi organ. Atalmış vekillarmo yillardan buyon Xitoyni qo'llab, Xitoy uchun ovoz chiqarib kelgan Xitoyparast musulmonlar. Taxımı külkilik yeri bolsa, Xitayning mushundaq bir organ orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish uchun ziyorat o'miki tashkillash darajasiga tushib qilishidir. Bu ahvol Xitayning navbatdagi xalqaro vaziyat qanchalik yetim va bechora ahvolga tushib qolganligining tipik misolidir. Yaqinqi yillardan buyon Turkiya Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan manfaat olish uchun Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, buningda ko'rinarli bir natija hosil bo'lmaganligi ma'lum. Yaqında Janubiy Xitoy Sahar Pochtasi gazetining muxbiri Kendi Wong tarafidan e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada ko'rsatilishicha, ikki davlatning iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga to'sqinlik qilayotgan ikki asosli omil bor bo'lib, buning biri Uyg'ur masalasi, yana biri Turkiyaning Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti, ya'ni NATOga a'zo davlat bo'lishi ekan. Maqolada mundaq deyilgan: Turkiya Xitoyning texnikasi va mablag'iga tayanib, bir balvoq bir yo'l qurilishi bo'yicha iqtisodni taraqqiy qildirishni ko'zlamoqda. Biroq Turkiyaning NATOga a'zo davlat bo'lishi va Uyg'ur musulmonlarining vaziyati haqidagi andishlari bu maqsadga yetishdagi ikki cho'ng farq bo'lib turmoqda. Maqoladan qaraganda, Turkiya Xitoy ikki davlatning diplomatik va savdo aloqasi bu yil 52-yilga qadam qo'ygan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping 2022-yil 9-oyda Turkiya Cumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan'ga 2010-yil imzolangan kelishim bo'yicha ikki davlatning strategiyalik sheriklik munosabatini tixim yuqori pallaga ko'tarishga tayyor ekanligini aytgan. O'tgan 9-oydagi Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga Turkiya qatnashgan bo'lib, bu ikki davlat munosabatidagi yangi davrning signali deb qaralgan. Ikki davlat yana 2015-yili Xitoyning bir balvoq va bir yo'l qurilishi bilan Turkiyaning iqtisodiy plani bo'lgan va O'tir koridor deb atalgan qurilish planini moslashtirish uchun bir tushunish kelishimi imzolagan ekan. O'tir koridor plani bo'lsa, Xitoyni Yevropaga Turkiya orqali tutashtirishni maqsad qilgan bir temir yo'l qurilishi ekan. Mazkur o'tir yo'l qurilishi Turkiyaning qit'alar aro o'rnidan foydalanishni maqsad qilgan bo'lib, Turkiyadan yo'lga chiqadigan poyezd Kavkaz va O'rta Osiyo davlatlaridan o'tib, oxirida Sharq Turkistonga keladi ekan. Biroq mutaxassislarning qarashicha, bundaq iqtisodiy hamkorlik planlari qurilgan bo'lsa-mu, hozirgacha ko'rinarli natija chiqmagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akramning qarashicha, buningdagi asosiy sabab Xitoy hukumatining Turkiyaga ishonmasligi ekan. Erkin Akram apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi: Turkiya taraqqiy qilayotgan davlat bo'lg'achqa mablag' va texnikaga muhtoj. Buni bera oladigan davlat Xitoy bo'lg'achqa 2015-yildan boshlab munosabatni yaxshilash yo'liga mangdi. Biroq kutgan natijani ola olmadi. Xitoy hozirgacha Turkiyaga qo'lga chiqqudek bir mablag' silib boqmadi. Gerçi ikki davlat o'rtasidagi tijorat summasi oshgan bo'lsa-mu, ammo Turkiyaning buningdan oldigan foydasi yanada o'zgarmadi. Asosli foydani yanada Xitoy ilyapti. Xitoyning Turkiyaga mablag' solmasligiga sabab uning Turkiyaga ishonmasligi. Chunki Uyg'ur davosining manbasini Turkiyani manba qilgan pan-turkizmlik ideya deb qarashi hamda yana Uyg'ur masalasida Turkiyadan talab qilganlarini ola olmasligi qatorliq sabablar bo'lishi mumkin. Bundan sirt yana Turkiya hozirgacha o'tir yo'l qurilishidagi va'da qilingan temir yo'lni silib bo'la olmagan bo'lg'achqa, balkim bu Xitoyning mablag' solmasligiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Janubiy Xitoy Sahar Pochtasi gazetida e'lon qilingan maqolada ko'rsatilishicha, Turkiya aloqa va energiya mablag'iga shundaqli keng ko'lamli qatnash transport to'riga ehtiyojli ekan. Turkiya hukumati ham shundaqli Turkiyadagi xususiy shirkatlar 5G ul aslaha qurilishi uchun Huawei shirkati bilan hamkorlashishni xohlaydi ekan. 2017-yili Turkiyaning eng chong telefon aloqa shirkati bo'lgan Turkcell va Huawei texnik cheklik shirkati 5G taraqqiyotini cho'nqurlashtirish to'g'risida kelishim imzolagan. 2019-yili Huawei yana Turkiyada aqlli shaharlar qurish plani bo'yicha hamkorlik kelishimi imzolagan. Biroq maqolada ko'rsatilishicha, Huawei shirkatining Turkiyadagi bu faoliyatlari bexatarlik andisi tufaylidan Amerikaning diqqatini qo'zg'ishi mumkin ekan. Dr. Erkin Akram apandining qarashicha, Xitoy Turkiyaning Amerikaga qarshi harakatlarini ko'rgan bo'lsa-mu, yanada Turkiyaga bo'lgan ko'z qarashida o'zgarish bo'lmagan bo'lib, buning yana qisqa vaqt ichida o'zgarganligining ehtimoli yo'q ekan. Janubiy Xitoy Sahar Pochtasi gazetining maqolasida ko'rsatilishicha, Turkiyaning navbatdagi kun sari demokratiyadan yiroqlashishi va tashqi siyosatida urushqoq siyosat tutishidagi sabablar uning Yevropa bilan bo'lgan munosabatining yomonlashishini keltirib chiqarib qolmay, uning Yevropa ittifoqiga kirish talabining to'xtab qolishiga sabab bo'lmoqda ekan.
8 yanvar kuni Germaniya Dolqunları Radiosi Yevropa İttifaqının məbləğ salğıçıları Xitayğa soğuq muamele qılmaqda namlıq bir maqala e'lon qildi. Maqalada bayon qilinishicha, 2021 yili Yevropa İttifaqı Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan aloqador bo'lgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizgandan keyin Xitoy tarafmi o'chilish maqsadida Yevropadagi eng chong aqllar ombiri bo'lgan Mercato Xitoy tadqiqot institutini o'z ichiga olgan bir qism organ va shaxslarga jazo e'lon qilgan. Buning natijasida Yevropa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat zo'r darajada buzilgan. Ikki taraf o'rtasida imzolanmoqchi bo'lgan mablag' silish kelishimi to'ng'itib qo'yilgan. Orqada yo'lga qo'yilgan Xitoyning yuqumni nolga tushirish siyosati yolg'iz Xitoyga emas, Xitoydagi g'arb ellari korxonalarga iqtisodiy jihatdan ziyonlar solgan. Maqolada ilgari surilishicha, Urumchida yuz bergan o't ofatidan keyin Xitoy tavasida paydo bo'lgan oq qog'oz harakatining ta'sirida Xitoy hokimiyati o'tgan oydan boshlab yuqumni nolga tushirish siyosatini amaldan qoldirgan. Sayohatni asliga keltirgan va chet ellik korxonachilarning Xitoyga qaytib kelib qaytadan ish boshlashini, mablag' selishni qarshi oldiganligini bildirgan. Ammo g'arbliklar bu qatim mablag'larni Xitoyga emas, balki uning atrofidagi davlatlarga silishga boshlagan. Ular Vietnam, Indoneziya, Yaponiya, Singapur, Malayziya qatorliq davlatlarda zavodlar qurib ish boshlagan. Yolg'iz g'arb ellarining mablag' solg'uvchilari emas, ba'zi cho'ng Xitoy shirkatlarining Xitoydagi muqimsizlik va davolg'ishlar sababli mablag'larni Sharqiy Janubiy Osiyo ellariga yo'tkayotganligini ilgari surgan Germaniyadagi vaziyat analizchisi Anvar Ahmad apandi, g'arb shirkatlarining Xitoydan chekinib chiqishiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining muhim bir sabab bo'layotganligini tilga oldi. Maqolada tasvirlanishicha, g'arb shirkatlari endi Xitoyga burunqidek qiziqmaydigan holatga kelgan. Xitoy hozir yevropaliklarning nazarida qiziq bozorlik o'rnini yo'qotib qo'ygan. U borgan sari mo'lcharligisiz, ishonchsiz va unumsiz bir davlatga aylangan. Hammadan muhimi, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar oxirgi bir qancha yilda Xitoy qarta siyosatlarini tubdan o'zgartgan. Siyosatning o'zgarishi mablag' solg'uvchilarning tanlashini o'zgartgan. Nurg'unlagan Yevropalik mablag' solg'uvchilar Xitoydan chekinib chiqib, mablag'larni Sharqiy Janubiy Osiyo ellariga solgan. Yevropaliklarning 2021 yili 1 yil ichida Sharqiy Janubiy Osiyoga solgan mablag'i 26 milliard 500 million Amerika dollariga yetgan. Xitoydagi nurg'unlagan chet el shirkatlarining yaqindan buyon Uyg'ur majburiy amkiga chetilib qolmaslik, Xitoyning jinoyatiga sherik bo'lib jazoga uchirmaslik uchun Xitoydan mablag'larni qaytarib olishga, zavodlarni yo'tkashga boshlaganligini tilga olgan Norvegiyadagi vaziyat analizchisi Baxtiyor Umar apandi, Norvegiya neft fondining yaqinda Xitoyning ko'z tish kamerasi yasaydigan Hikvision shirkatiga solgan mablag'ini qaytarib olganligini ta'kidladi. Maqolada ta'kidlanishicha, Yevropa ittifoqidan Xitoyga mablag' solayotgan cho'ng shirkatlar Uyg'ur majburiy amkiga chetish deb ayblanayotgan BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz qatorliq Germaniyaning cho'ng mashina guruhlari bo'lib, Xitoyda zo'r sonda zavodlari va mablag'lar bo'lgan bu shirkatlar Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini bir kechada uzib o'tolmaydi ekan. Ammo Xitoydagi boshqa german shirkatlarining 30% zavodlarini Xitoydan yo'tkab bo'lgan. Yana 30% yo'tkilish oldida turmoqda ekan. Wall Street jurnalining yaqinda e'lon qilgan maqolasida aytilishicha, bir Xitoy shirkati Afg'oniston bilan 540 million dollarlik neft va tabiiy gaz echish kelishimi imzolagan. Maqolaga asoslanganda, bu kelishim 2021 yili Talibanlar Afg'oniston hukumatini o'tkazib olgandan buyongi eng chong kelishim bo'lib hisoblanadi ekan. Xinjiang O'rta Osiyo neft va tabiiy gaz cheklik shirkati kelgusi 3 yilda Afg'onistonning shimolidagi Amu daryosi vodisida neft va tabiiy gaz echish sohasini taraqqiy qildirganligini aytgan. Asosan Amerikaning yordamiga tayangan Afg'oniston iqtisodi 2021 yili 8 oyda Amerikaning Afg'onistondan askar chekindirishi va Talibanlarning Amerika qo'llagan hukumatni og'dirib tashlashi bilan vayron bo'lgan. Hech qanday bir davlat tarafidan e'tirof qilinmagan bu hokimiyat nomrodlikdan qutulish va afg'onistonliklarga xizmat fursati yaratish uchun mablag' jalb qilishga muhtoj bo'lgan. Afg'onistonning kon boyliqlarini echish navbatdagi eng yaxshi chiqish yo'li hisoblangan. Talibanlarning hukumat amaldorlari xalqarалық jazo tadbirlariga uchirganlikdan ular tabiiy g'arb shirkatlarining Afg'oniston kanishlariga aralashishiga yo'l qo'ymagan. Bu xil siyosiy vaziyat Xitoyning Afg'onistonning har sohasiga mablag' silishiga yo'l ochgan. Xitoyning Kabuldagi bosh elchisi Wang Yu Xitoy shirkatining Afg'oniston bilan yuqori miqdordagi neft va tabiiy gaz echish kelishimi haqida so'z qilganda, bu turning imzolanishi Xitoy bilan Afg'oniston orasidagi energiya va boshqa asosli turlarda hamkorlashishdagi bir ulga degan. Talibanlarning iqtisodiy ishlarga mas'ul muavin bosh ministri Molla Abdulg'ani Baradar o'tgan hafta Kabulda ochilgan to'xtam imzolash marosimida Talibanlar hukumatining Afg'oniston uchun sijil iqtisod barpo qilganligini bildirgan. Maryland shtati Firstbrook universitetining yordamchi professori, Xitoy O'rta Sharq va Xitoy O'rta Osiyo munosabati bo'yicha tadqiqotchi Ma Hayun apandi Erkin Osiyo radiosining maxsus ziyoratini qabul qilib, Xitoy Afg'oniston orasidagi iqtisod munosabatlar haqida mundaq dedi.
Talibanlar hokimiyatni qo'lga olgan dastlabki mezgillarda, meningcha, Xitoy hukumati iqtisodiy vositalar orqali Talibanlarni qo'lga keltirishga uringan. Bo'libmi Xitoy Afg'onistonni mavjud deb qarayotgan Uyg'ur tashkilotlari a'zolarini Xitoy qaytarish haqida Talibanlar bilan hamkorlashimiz deb o'ylagan. Ammo bilishimizcha, Talibanlar hozirgacha biror Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergani yo'q. Şoň Uyg'urlarni Xitoy qaytarish masalasini qaragandimi, Xitoy bu xil iqtisodiy strategiyalar orqali o'zlari ko'zlagan konkret natijaga erisholmadi deb qarayman. Mahayun Efendi mundaq dedi. Xitoy Afg'onistonga har qancha iqtisodiy yordam qilsa-mu, Talibanlar Uyg'urlarni Xitoy qaytaradigan ishni qilmaydi. Chunki ular islom aqidasi bo'yicha ish qiladi. Agar undaq qilmasa, atrofdagi boshqa guruhlarning ayiblashiga uchraydi. Şoň bir tarafdan Talibanlar Xitoyning pulini ishlatib hokimiyatini mustahkamlasa, yana bir tarafdan Xitoy Afg'onistondagi o'zi xolgan guruhini Talibanning qo'l orqali kontrol qildi. Meningcha, Taliban hukumatı Xitoy bilan iqtisodiy munosabat qiladi. Şoň Uyg'urlar masalasi va Talibanlarning G'arb bilan bo'lgan munosabati sababli Xitoy bilan Taliban mushundaq o'rta hol darajadagi do'stlik munosabatini saqlab turadi. Dünya Uyghur Qurultayının muavin reisi, strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram Efendi bu vaqtda Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida Talibanlar hukumatining islomiy qimmat qarashi bo'yicha Uyg'urlarni hozircha Xitoy qaytarmaydiganligini, lekin Xitoyning Afg'onistonga solgan mablag'ining ko'payishiga ergishib, Xitoyning Uyg'ur masalasini savdodagi kozirlarning birisi qilish ehtimolligi borligini eskartib o'tdi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.